Assalamu alaykum, to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Bugun men yana azroq so'zlaydigan bo'lib qoldim. Necha haftadan beri mushu 62 betlik 2009-yili 10-oyning 5-kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining to'r betida, Amerika Uyg'ur birlashmasining to'r betida e'lon qilingan 62 betlik bir doklad to'g'risida talash tortish emas, men uni talash tortish deb hisoblamayman. Uyg'urning bir qarshilik harakati o'tirg'i chiqdi. Biz indigenes xalqi emas degan bir bas munozirda o'ti deb har xil do'ppilarni kiygizib, qalpoqlarni kiygizib, har xil so'zlar bo'lyotdi. Lekin bu qarimlar javob berdigan yoki yo'q qilay desa, yo'q qilishga urinish uchun har xil temalarni o'tirg'i chiqib, voy Beijingdagi olimpikka qarshi turayli, voy anda qilayli, ay yeningda sening vataningni setayotgan varaqchiga ko'ngil bo'lish degan narsa yo'q. Zihnini mayoqqa burash har xil harakatlar bo'lyotdi. Bu hamdayliqi Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki vujudga chiqargan bu 62 betlik dokladning bayonotninki hech qanday bir yutib ketgani yo'q. To'rbatlarning hammasida bor. Buning eng ajalli yerlarini biz tarjim qilib, vatansuyar qarindoshlarninki yordami bilan tarjim qilib yo'llab kelyapmiz. Kam yerlarini to'liqlab texmi yaxshi nusxalarini chiqarishga tirishib, tunogin yerim kechida tong atganda yo'llab etdim. Anadagin abaytin yana bir eng ajallik avtonomiya talab qilamiz. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetininki beradigan doirasi ichida avtonomiya talab qilamiz, haqiqiy avtonomiya talab qilamiz degan yerni yana ayrim chiqarib qo'ydim. Sizlar o'ylab yiqinglar, bu joyliqi uni buni deb moz gaplarniki qat'iy hojat yo'q. Buningga beparvolik bilan muomala qilish eng qo'rqinchli ish. O'ylab yiqing, bu beparvolik bilan bitmaydi Uyg'urning ishi. Agarda sizning qiningizda Uyg'ur qini bo'lsa, o'ylab yiqing, ozroq bo'lsin vijdoningizga savol qo'yish imkoniyatingiz bo'lsa, buningga qarshilik ko'rsatasiz. Biz indigenes emas. Biz indigenes xalq emas. Men uning bilan emas, mavu 60-betdagi aniq chiqarib qo'ydim. 60-betdagi Uyg'urlar haqiqiy avtonomiya talab qiladi degan qisminingki masalasi bo'lyotdi. Bu eng ajalli yerim o'shu. U chaqlarda Rabia Qodir shu o'rinda bor edi. Buni yo'qotib o'tamaysizlar. Ayni vaqtda Rabia Qodir ashuningda bor. Aşı o'rinda bor. Shu Rabia Qodir bilan shu sabdoshlari tang javob qaytarish kerak deyapmiz. Lekin qanday qishyapti? Almayadin, mamiyadin chiqib o'z bilginini sayrab yuryapti. Eng qisqasi sayram o'g'lonning dadasi qamida chiqib etete demagan. Aniki u yerda qimidim deganlar to'rbetonda aniq turibdi. Elik yaq mok degandeklar yaq deb qo'yib oqida mok yeyotgandeklar ish. O'ylab yiqinglar. Rabia Qodir xonim zuvan tutilib qolgani yo'q. U yerdagi naq maydonlarga tasodifiylikdan kirib qolmadi, aldirab qolyotdi. Aldirgan bo'lsa, shu sabdoshlari bilan tang chiqib javob berish kerak. Rabia Qodir cho'qqim ash sabdoshlari bilan tang chiqib javob berish kerak. Ma dokladga, ma bayonotga tang javob berish kerak. Bu sabdoshlar bir-birini tanıydı, bir-birining ahvollarini biladi. Quturab o'ltiramay ketyotir u yerda bu yerda. Xuddi qarindoshlar, mening turmushimga butun dunyoda malla ajrashib baqqan bo'lgandan mening turmushimga ko'ngil bo'lgandek, mushu dokladning ichidagi shu 60-betga bir ko'ngil bo'lmaysizlar. Qidirib tekshirish tashkilotininkilar Aşta qılınlar qarindoshlarım, aşının ko'ngil, meningki turmushim ko'ngil bo'lgandek, aşının ko'ngil bilinglar. Kang aş ammini shu mush 60-betga ko'ngil bilishiga chaqirma. Anadaki Amerika Uyg'ur birlashmasininki raisi Qo'zat Xitoy tushish kerak. Fushichuninki o'g'li deyman men uni. Fushichuning o'g'li tushish kerak. O'rnidan, tezdan tushish kerak.
Biz her xil narsalarni yo'llab turyapmiz. Jiq qarindoshlarimiz deydi, ash arxib yasash ishiga bir kirishmagan bo'lsangiz, ash sizlar Amerikadan advokat taklif qilibsizlar deb u taklif qilgan bo'lsak, sizdan mo'chan so'ramasak o'zimizning ishi dedim. Lekin agar shu ishga kirishmasin desa, tezdan o'rnidan istifa bersin dedim. Tirishayotgan qarindoshlarning hammasiga dedim. Arığı tushganligim deb qo'ydim. Agar meni shu arxib yasash, yolg'on arxib yasash ishiga kirmasin desanglar, tezdan avuslar bilet tashlagan eliq tuqquninglarni, indigenes tuqquninglarni tezdan o'rnidan elib etinglar dedim. Bu mishakchil bo'ladi bu javob. Anandaki mush qatimliq mushu indigenes vaqasi deyli, jihlashda vaqasi debmi apto, anandaki Cidal macera deptu. Gap tapamısan öldemse degandek gap bu haqiqat. Uyg'urning bilish haqqi va qarshi turish majburiyati va mas'uliyati va burchi va. Vatan bizningki. Agar igi chiqsangiz u vatan sizning bo'ladi. Bo'lmasa o'yin ko'rib tomoshabinlarning qarshisida ichida o'ltasangiz u vatan sizning bo'lmaydi. Qarindoshlaringiz bilan umrvoyat menga o'xshash o'tib ketasiz, ko'rishamaysiz. Yuşurum bağalla, yak uya biya bağalla şu hain atılıdı, yaki ondak mundak buludu, muşta ötüp gittiniz. Hemmimiz şunda ötüp gittimiz. Bu abdunamiya degen gap bir ömür tügümeydiğen, aşağılık 1000 yılda, 10 bin yılda mı tügümeydiğen bir tuyuk yoldaki uyun. Oylap yakan. 72 yıl kıptı, yani 72 yılda mı tügümeydi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin abdunamiya talep kılış ömrünlerde tügümeydi. Bu aşında uyun o. Yalğancılık o. Özünki aşı nizam namelerine qarab yiqinglar, buni agar bir kechida yuttirib etkili bo'lgan bo'lsa, yo'qotgan bo'lsa, ashunda tuga bizni oldisi bo'ladi. Yo'qotanmaydi. Hozir ustiga chiqaydisimi tez, ostiga kiraydisimi qattiq ashunda qilyotdi. Hazır ben oylab qaldım. 100 bin kişilik imza vaqtida shunchalik qilib ketgandi. Jiq odamlar chiqib, shu 100 bin kişilik Aqsarayga topshirgan 100 bin kişilik imza mezgilida ajoyib qahramonlar, ajoyib bir insonlar chiqib ketgandi. Öy telefon ba'zilarini dangliq shaxslarni dangliq deb bilib, ishigini chekkandim. Anandaki neylaki cintuantininki çıkıp degen, ojo, nimelerni qilib ketmedi, tıllaş, biz özümüz uçur ambırımız var, şunun içirki neslerini retlep çıkıp, muşu 100 bin kişilik imzadı, muşunçilik bop kitipken, o vaxtdaki fakat imza dep qaralgan, aletli muşunda hop ketdi, mav bir mevcut, bizni setivetken bir betim, 62 betim gibi muşunda beparvalık qaravatıdı. Aşı 100 bin kişilik imza vaxtida palançılar mında qıtdike deb. O nimening helaqa konsul oğlanning dadısı Erkin Sıdıqmı şunda qıp ketken aşı vaxtida. Akını rətlab çıqıb isimleri qarab baxdım. Bir mollamga telefon uruşumni tavsiya qilgandi bir qarindishim. Kechidili urdum. Ursam, siz şo deyjanmisiz? Menden imza talab qildigan. Men qilmayman qandaq? 24 saat vatan için hizmet kıvatımız. Dağıp oltadık mı ya da? Şo diyeceğim mi tılsılar? Dep durup şunda bir qattiq nim qilgandi. Anadaki özgü degendim. Ben avazınızı aldım. Aman bir günlerde muşu avazınızı özünüzge koyup verişim mümkün degendim. Anadinkin imza ma'lum bir chek yetken çağda tez dilli Rabia Qadirninki bir çapançısı çıktı. Maqtab qo'ygan bo'lsangiz, qo'lladi deb qo'ygan bo'lsangiz, ajexninkini qo'lladi demay, manimi qo'lladi deb qo'ygan bo'lsangiz, har ikkisini qo'lladi deb qo'ygan bo'lsangiz deb birisi chiqdi. Keynidan 100 mingga yetgan vaqtida menga bir shart qo'yildi ma'lum birlar tarafidan. Mushu Turkiyadagi yana bir Rabia Qadirning sabdishi bor. Shunimi qo'shib bir maqtab qo'ygan bo'lsangiz, buni bir deb qo'ygan bo'lsangiz deb ketdi. Anadaki moşa vay talay adamlarning isimlerini retlep çıktık emdi. Tova deyme aşı vaxtidagi işlarni. Emdi maqatim her xil tipdagi adamlar var o'tirib tushayotgan. Voy Zumrat xonim şunu bir bo'ldi qilgan bo'lsangiz,
Zihnimizni chaşmagan bolsaq deydi. Zihnini chaşmadık. Vatanın igichiq davatımız. Bu bir fursat. Xalq hareketi degan bir fursat. Bu töküp talışıdığan, onun bunun iştirdiğan iş emas. Vatan hammamizdeki. Vatan degan temada hammamiz bir yerga kelalishimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, indigenizlar demedim cuma. Indigenizlar bilan bir yerga kelamayman. Men indigeniz emas. Shuning uchun indigenizlar o'zini ishini qilsin dedim. Lekin indigenizlar bizga vakolatdan qaror olmaslik kerak. O qarorni bekor qilish kerak. O'zini shu nimeniki indigenez qurultiyining ishidagilarga vakillik qismi bizga vakillik qilmaslik kerak. Shuning uchun bekor qilish kerak bu dokladni, bayonotni deb turib, shuni o'tirishyapmiz. Yana nima deydiganim qarindoshlarim, bu o'zimizning da'vosi, xalqningki tuprog'i bu. Xalqning da'vosi. Xalq aqlli bo'lmasa, biz uyum bo'lib ketamiz. Kuyib ketamiz. Millatimiz kuyib ketadi. Vatanda nima ishlayotgan sizlar bilsa, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan millat yana o'ltirib Xitoy bilan biz yashaymiz. Shulardan yana birini talab qilamiz emas, zaminning egasi bo'lganligimiz uchun irqiy qirg'inchilik uchrayapmizda. Bizning davlatimiz besilangan zamin. Besilangan zamin. Siz o'ylab yiqing, shu 100 ming kishilik imzo mazgildagi shu qizg'inligingiz bilan bu qatam shu avtonomiya talab qilamiz deganni aniq to'rda aniq chiqarib qo'ydik. Aş Rabia Qadir ba mezgil. Onunki davamlaştırıvatkan septaşlarıma hazır mı hayat? Eylik vatanperver degan Ömer Kanat mı hayat? Alim Seytup mı hayat? Rişat Abbas, Roşa Abbas hemiz hayat. Bildi iştigelerinin hemiz hayat bir kişi ölüp kalmışsa? Hemiz ba. Hazır muşlarını cinayi cevapkarlığını özağının üstüge elip mani bekar qilishing kerak deb turib tavsiya qilishimiz kerak. Chaqiriq qilishimiz kerak. Surgun hukumat bir raisnash ap beribdi. Alloh rozi bo'lsin dedim. Shuni torpetimga chiqarib qo'ydim. Anadikin ba'zan bir qizlarniki xato bir ketib qolgan elqi bo'lib qopdi. Yana shu petim turdi, o ko'ngli bak yerim gaqib degandiq. Hamda bir sistemadagi masalamiki singlim sizni biz bilatdiq dedim. Uni rasizmi qilmanglar ayrim urib haqqa. Lekin bu bir bizga reaksiya berdigan, reaksiya bo'lishga tegishlik bir temati. Biz mushu dokladni, mushu bayonotni o'ttirib chiqargan shu mas'ul xodimlarni Rabia Qadir boshchiligidagi sabdoshlarining hammasini mani bekor qilishga chaqiriq qilamiz. Tezdan jinoiy javobgarligini o'z ustiga elib, tezdan mani bekor qilishga chaqiramiz. Ham raisnashqa o'zingizning qalbingiz bilan vicdanınızga bir sınaq qilib bering. Javob chiqishi mumkin. Anadaki u qilganti, bu qilganti, u tashlagan imzoti yoki bu chiqargan bir nim bo'pti, raisnashgan demay, agarda siz mustaqilchi bo'lsangiz, mustaqillik talab qilish niyatingiz bo'lsa, to'kib talish emas, vatanni Xitoyning qo'lidan olamiz desanglar bo'ladi. Shuning uchun bu yerda hech qanday uningti, buningti deyishmay, bir noktada, vatan noktasida bir yerga kelayli. Men agarda burundan deb keldim, to'g'ri yo'ldagi insonlarni men qo'llayman. Men bu shu necha qatimliq shu Dilyar Musaboyninki suhbatini anglab chiqdim. Alloh rozi bo'lsin. Ba'zan tarafdagilarni ikkinchi naq maydonda to'liqlab so'zladi deb o'ylayman. Anandikin bir yaxshi jamiyatning bolalari yana mi yaxshi ishlar tutish qilibdi deb o'yladim, ham duo qilaman. Shuning uchun qarindoshlarim to'g'ri yo'ldagilarni to'g'ri niyat bilan qo'llayli, xatolik yerlarni tuzatishga tang hammamiz kuchsak bo'ladi, lekin mavu bayonotni bekor qilishga shu ayni vaqtdagi Rabia Qadir boshchiligidagi Olim Seytov, Ömer Kanat, Roshan Abbas, Rishad Abbas, Erkin Sidiq hammasının çapancısı, hammasının dadısı hazır indigenesinin ama dadısı olup qavatıdı. Şular hammasi chiqib, Nuri Turkel, hammasi chiqib cevap veriş gerek. Nuri Turkel, Rabia anasının mı advokatı bula? Bizge Google'ni ögütümen dep pek küçügendi. Muşu bayanatını kömey kalmağandı. Tuqqandaçılığını yetküsün dep oylayman Rabia Qadir'ninki kızınınki
yo'ldashining akisi u. Shuning uchun urug'tiqanlikni yetkizib teg'imi bir chiqib askan deb o'ylayman. Tezdan mavu bayonotni bekor qilish kerak. Qarindoshlarim, aş 100 ming kishilik imzodimi shundoq jidallar bo'lgandi. Əslatib o'tay desam, kalla chechilish shu vaqtda bo'ladi. Hozir o Amerikalik bir nerede Türkiye'de, u yerda bu yerda voy Beijingdagi olimpikni oq qilamiz. Voy fitnechini ko'p qilamiz demay, Xitoyni bir nima qilib baqan. Ojo, rasvalar chiqib buni so'zlisi shunda g'idig'im keldi ey. Qarindoshlarim, uyqumizni ras ochayli, endi ochmasak, shu Allah'ımı muş haqqa zadi muş kun layiqkan to'q deb rahmetim kelmagan o'xshash biroqda o'tib ketmayli ey. Bütün dünyada şanxo qalimiz o'ylab beqinglar. Muş ne Amerikaliklar yazıdı ayrim xonimizga, nima uchun mundaq deb. Ya bizninkilar bek ezilgan dedim. Mesela Amerikadagi shunda ezilgan nech ayollar bor, kichik qizlar, yoshlar bor, shunchalik ezilib ketgan eyliq narsalarga qarab ajoyib bir xil bo'lma. Muş yaqında mı yardım qilayotgan bir kichik qizlar bor Amerikada. Nima deyishni bilmayman. Amerika Uyg'ur birlashmasininki Xitoyni tushirvarsanglar beshida dedim. Menga shart qo'ymay. Jixlar. Mushu hozirgacha 187 odam menga mushu nimani bekor qilgan bo'lsangiz, ma bu arxiv yasashning ishini şunu tilg'amagan bo'lsangiz, yolg'on arxiv yasashninkini, palayada pokoyat ishlayotgan palonchilar bordi deb turib talay yozganlar bor. 187 odam yozdi. Shuning ichida hammasiga javobim o'xshash bo'ldi. Bo'ladi. Qozat Xitoy tezdan tushsin, istifa bersin. Eliq chiqirib qo'yganlar tezdan tavsiya qilinglar. Bo'lmasa, arxivlardan tatib chiqdi bu yerga dedim. Çünkü mening deganimni hisob emas. Biz sabdoshlar ara hamma narsani tayyor qilib qo'ygan. Qaysi vaqtda otimiz to'rga, uni o'zimiz bilamiz. Shuning uchun Fushichuning o'g'li tezdan tushsin. Rabining Jan o'g'li, Fushichuningki o'g'li tushsin Qozat Xitoy. Yangtatayninki o'g'li tezdan tushsin. Açtaq. Anandikin bununla ben abay dep boldum dedim. 187 adamga ayrım açtım. Hemmesi şundak cevap verdim. Yetkizip koyunlar dedim. Anandikin çayxallarda olturup deyişip atkallarımı özanlarının hukukunu qo'g'dab tezden ma işini joyi-joyida yılның ahirigacha ma işini bitirib qısanglar men eliq arxiv vaqasi anandikin Amerikadagi ba'zan tashkilotlardan aldamchilik bilan pul olgan vaqalar bularning hech qaysini aralashmayman. Çünkü o iş bilan mening işim yo'q bo'ladi o vaqtida. Uni o'zinglarning ishi bo'ladi. Lekin Uyg'ur Amerika birlashmasining raislik vazifasidan tezdan istifa berishga shart ma'u. Rabia Qodir bilan sabdoshlari chiqib, bu doklad bayonotni bekor qilishga o'tirg'i chiqish kerak, jinoiy javobgarligini o'z ustiga elib, dokladni bekor qilishga tezdan harakatlansin. Bo'lmasa hayotingda İsa Yusufni tilga olgandek tinmay tillanadigan shundoq bir inson bo'ldig'iga ishongin. Bu vaqt burungi vaqtlarda oddiy shakldan yurib, ma'nosi uqmay qaptike, yozilmay qaptike degan ish yo'q. Biz bütün mushu to'rdagi har qanday narsani videolik saqlayapmiz. Kimga mushunda g'alit ishlarni qilyotidi, yurak bagini kim, nima ish qilyotidi, mushuni arxiv saqlagandek arxiv saqlayotgan bolalarimiz bor. Birdan saqlayotidi. Har bir qatimliq mushtaq bir nachar ishlar Uyg'ur endi uyg'onib, o'tirg'i chiqib, huquqini qo'g'dab, anadagi mushu ziminiga ega chiqman degan chaqda qanday shamol chiqirg'ini bizga aniq. Yana fitna, yana bir narsa, xuddi Zumrat Tursun erini zaharlab o'ltirmoqchigan degan gaplar chiqqan yerda Rabia Qodir bakmi to'van darajalik o'yin o'ynaydi ekansan dedim. Meni ash turmushimni qezib tekshirayotgan o'xshash bolalar, o'sha vatanni bir qezib olaylikmi?
Xitayning qo'ng'i tepiman degan odam ma xoinni beshida. Sizning da'voning beshiga o'ltirib olgan Amerikadagi, Uyg'ur birlashmasining beshidagi Fushichuning o'g'lini bo'lsa-mi, neri qilib beqing. Bu sizning natijangiz bo'ladi. Men faqat o'zimning burchimni ado qilguchi. Qarindoshlarim, mushu 100 ming kishilik imzo to'g'rilib bir so'z aytay degandim, ismlari bilan, ovozlari bilan qo'yay degandim, xayr dedim. Ash vaqtida mash Jintanti deganlar chiqqan, yana birisi chiqqan. Mushu vaqtida o'xshash bir tushdan harakatlanyotdi. O'xshash chiqyotdi. Bir kechida bir yer toplasha oladi bular. Rabia Qadirni shunda bir David olaydigan odamlar to'satdilla qo'g'dug'uchisi bo'ldi. Sababi nima? Buningda bir manfaat yeri kelgan chaqda hammasi ulushiqliq ma'vu bayonot bilan bir zish munosabati bor. Hozir aldirab qolganlar bor. Jiddilashib qolganlar bor. Ichilib qolmasin deb. Bu narsa mavjud narsa. Bu bayonot mavjud. Torbatda hozirmi bor? Biz ecellik yerlerini tercüme kılıp yolladık. Nahayet mükemmel tercümesini tünögün bugün tekimo toluqlap özümden torbetiga çıkarıp koydum. Aşı elaqe Facebook'larını itiş, o bu degandek işler boptu. Ettigen bana Mirzat söz kaldırıp dike, Mirzat Yolbaz Amerika'daki. Adamınınki nimemni itivetti Facebook'umni. Bir hafta geçe bir narsa yollayamaydı ekan ben deb açtaq dedi. Işnim çıkaramaydı ekansiz, inkas yazamaydı ekansiz, şunda bu qaldı deganda voyjon dedim. Şu açtaq işlardı. Özününki torbitida bir narsa chiqarish cheklendi degan gap nimadan derak berdi, sizlar o'ylab beqinglar. Har xil ishlar bor. Burun necha yil qildi mana bu ishni. O'ylab beqinglar. O'zi qilayotgan inson haqlari, kishilik huquq deganni qilayotgan odamlar boshqalarning fikr erkinligini bo'g'ish degan gap shu Xitoyningki siyosati degan gap. Xitoyning siyosati bilan manganlar mushtaq bo'ldi. Bizni tanlasimi nemish qilsa, qo'yib qo'ymiz, yuvatmaymiz inkas. Qanchalik sat inkaslar bor, yuvatmaymiz. Allah balayingni versin deyman. Ish qilib, bo'xton chaplagan, millatni vayrona qilayotgan, millatni setib mushu ziminni setib ham haqorat qilib Uyg'urni aromini bermayotgan, mayli minatulgan, mayli nimali qilgan. Allah balayingni versin, u dunyoni eslab qo'y dedim. U dunyoni eslab qo'y, Allah balayingni versin dedim. Seningmi ballalaring va qara, Allah balayingni versin. Hech kim ajrashman deb turib to'y qilmaydi qara. Esingda bo'lsin, sening ballalaring ajrashib, nelar so'rib yursa, men bu balamga ega bo'lib, o'zim hayotimni yaxshi kechirib ketyapman. Hech kimning hech qanday ishini qilganim yo'q, rasvochiligim yo'q. Sening eg'ing ilinib qolgan, kusuring ilinib qolgan, liptiging ilinib qolgan. Ne rasvo, Allah balayingni versin. Allah balayingni haslab versin. Adam qığının bedelini çokum töyleydi. Bütün bir milletin qinini işiyotganlar çokum bir bedelini töyleyse. Rabia Qadir, men hergiz boş qo'yatmayman qara. Mayli o Fushichuning qanchalik no'chiliklari olsun, voy o'ttirib yetidi, yey, debli kelayotgan gap shu. Voy o'ttirib yetidi. Voy mundaq qilib yetidi. Voy mashin vaqasini o'lisa. Voy suvga tashlab yetib o'ttirib yetidi. Voy Nuri Turkanninki nimada İtaliyada mafiyası var. Ablimit Tursun'un keylik dönerçi. Bunun dönerxana iç berdi. Ablimit Tursun'un katılçı. Ablimit Tursun'un ki nimeleri var, mafiyaları var. Tosat'ın işini aldırıp peyda olup tat yazıp koyuşları var. Tat bop gitse. Ne, manım anlap koyunlar. Xitayni boş oylap qalma. Onu demek sen Xitayning özü o. Xitayni boş oylap qalma deb bana tehdit qilganlarni. Anadikin vay Qozat Altay'nın mı mafiyalardan degen siz boş oylap qalmangcımı Zümrət xanım? Fushichu'nun mı boş oylamang? Anadikin FETÖ'çülerin boş oylamang. FETÖ'lerin yığınlarda degen acayip aktiflik bilan işleydi. Şunun bilan hazır holatga chiqishi beka emas. Boş oylap qalmang deb.
Menimi boş o'ylab qolma. Mening oqimdagi shu qarindoshlarımni boş o'ylab qolma deb qo'yay. Biz o'ylanib chiqdik, tayyorlik bilan chiqdik. Qarindoshlarım, uyqumuzni ochayli. Bu harakat ziminga tutashgan harakat. Vijdoningizga bir savol qo'yib beqing. Vijdon siniqi bu. Vijdoningizga savol qo'yib beqing, qarindoshlaringizni eslab beqing. Bu harakat vatanga tutashgan harakat. Vatanning mustaqilligiga tutashgan harakat. Qarindoshlarim, hammamiz uyqumuzni ochib, savol qo'yib baqayli, vijdonimizni bir sinoq olib borayli vijdonimizga. To'kib talishilgan ish emas. Kim qilaligida shu qilsin, bir maydonda turib mustaqillikka ega chiqayli, ziminimizga ega chiqayli qarindoshlarim. Rahmat sizlarga.